payg'ambarlar tarixi. İnsan ruhi holatining ojiz nuqtalari. Alloh taolo inson tabiatiga gunoh va taqvo urug'larini tikib, uningga har ikki sohada taraqqiyot va chekinish imkoni bergan. Bu jihatdan insonning ruhiy holatida ijobiy va salbiydan iborat ikki xususiyat mavjud. Qur'on Karimda insonni nafsining ozgiliga tushib ketishdan saqlash, uni yaxshilik va taqvolikqa yuzlantirish uchun texmi ko'p inson psixologiyasining ojiz nuqtalariga diqqat tortilgan. Birinchi, inson intayin zolim va johildir. Shubsizki biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tanladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning eg'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. İnsan haqiqatan o'ziga zulm qilg'uchidir. Haqiqatan nodondir. Oyatda deyilgan omonat umuman insonning Rabbiga bo'lgan mas'uliyati, ya'ni diniy amallarni o'rindash bilan mukallaf ekanligini ko'rsatadi. İnson bu omonatni aql va uni ishiltish qobiliyati bo'lgan iroda odati bilan amalga oshiradi. Faqat insonga berilgan bu omonat uni boshqa butun maxluqotdan ayirib turadigan alohidlikdir. İnsanning bu dunyo hayotida imtihon berishimi bu omonatning o'ziga berilish sababi bilandir. Qur'onda bu omonatning osmon zaminga, tog'larga berilganligi, ularning buni rad qilish bo'lsa, jonsiz mavjudotlarning bu omonatni ustiga elish mas'uliyatining qanchalik og'ir ekanligini farq qilolgudek his tuyg'uga ega ekanligini ko'rsatadi. Agar biz Qur'onni biror taqat nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh aytganligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular, ya'ni Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Qur'on deganidek jamoatdan bo'lgan tog'larmu ilohiy buyruq oldida hissiy va fe'liy ta'sirga ega jonliqlardir. Alloh taolo oyatda insonning intayin zolim va johil bo'lganligi uchun mas'uliyatdan qo'rqmay omonatni ustiga olganligini bildiradi. Zulmning ziddi adolatdir. Ayni zamonda solih amal ma'nosida ishlatilganligidan zolim bo'lib qolmaslik uchun davomli solih amal qilishga g'ayrat qilish kerak. Bu haqda Alloh taolo Asr surasida insonning ziyonga uchrashidan qutulish uchun solih amal egasi bo'lishi lozimligini ta'kidlagan. Johillikning ziddi ilmdir. Ilm zahiriy ilm va botiniy ilm deb ikki qismga bo'linadi. İmam G'azzoli haqiqiy ilmning bu ikki tur ilmini birlashtirish bilan munosabatli ekanligini shu shaklda ifodalaydi. Haqiqiy olimlar, ya'ni payg'ambarlar varislari zahiriy va botiniy ilmlarni birlashtirgan olimlardir. Alloh taolo boshqa bir oyatda mundaq deydi: Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib Parvardigorining rahmatini umid qilib kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Zamah Shari bu oyatning tafsirida mundaq deydi: Alloh taolo bilganlar ifodasi bilan toat va ibodat qilgan kishilarni bilmaganlar ifodasi bilan uning ziddini maqsad qilgan. Buning bilan toat ibodat qilganlarni olimlardan sanab, amaliy bo'lmaganlarning haqiqiy olim bo'lmaydiganligiga ishorat qiladi. Shuning uchun bu oyatda ilmi oz bo'lib itoat va ibodati bo'lmagan ham u ilmga oldinib dunyo hayoti haqida fitnaga tushgan kishilar uchun qattiq tanqid bor. U holda bu kishilar Allohning nazarida johil kishilardir. Qur'onda solih amal egasi bo'lib, zahiriy va botiniy ilmimizni irfonga aylantirganimiz nisbatda zolim va johil sifatlaridan qutilgan bo'lamiz. Ya'ni bu ma'naviy kasallikni davolash uchun ilmiy sarmoyaning yanida qalbiy sarmoyami bo'lishi kerak. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo ayrim holda insonning ilohiy sir va azmatidan g'ofil bo'lgan holda yashash natijasida badbaxtlikka
mas'uliyatga duchor bo'lganligini bildiradi. Masnaviy shoiri Tahirul Mavlaviy inson ustiga olgan bu mas'uliyatning ig'irligini mundaq tilga keltirdi. Quruq qo'l ketilmas, ketilgan yerga. Rabbim quruq emas, men gunoh bilan keldim. Tog'larmu ig'ir kelgan u buyuk yukni ikki qat ustimda ig'ir holda elib keldim. Tasavvuf ahliga nisbatan insonning o'z sifati bilimsizlikdir. Oyat karimada jahul, ya'ni intayin jahil deb kelishi uningga bir dalildir. Haqiqiy ilm Allohga xosdir. Alloh taolo sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Buningga qarshi Alloh taolo ilmning cheksizligini mundaq ifodalaydi. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyah bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdimi, Allohning so'zlarini yezib tugatkili bo'lmaydi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Bu hadis sharifmi bu haqiqatni ochiq bayon qiladi. Xizr alayhisalomning Musa alayhisalomga ajoyib g'aroyib va sirliq voqealar ko'rsatgan sayohat vaqtida bir qushqoch uning chiqqan kemasiga kelib qo'ndi. Keyin dengizdan tumshug'i bilan suv oldi. Xizr alayhisalom bu manzarani Musa alayhisalomga ko'rsatib turib, mundaq dedi: Allohning ilmi yanida sening, mening va butkul maxluqotning ilmi shu qushning dengizdan eg'izi bilan olgan suv miqdorichilikdir. Olimlar bu va buningga o'xshash asoslarga tayanib, mundaq bir natijaga borgan. İnsanlarning ilmi avliyolarning ilmi yanida daryodan bir tomchi. Avliyolarning ilmi payg'ambarlarning ilmining yanida daryodan bir tomchi. Payg'ambarlarning ilmi payg'ambar alayhisalomning ilmi yanida daryodan bir tomchi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ilmi bo'lsa, Allohning ilmi yanida daryodan bir tomchi nisbatida. Bu az ilm bilan amal qilib, taqvolikqa yetishalisa, Allohning rahmati va ihsoni bilan qul orib holga keladi. Buning bilan ma'rifatdan, ya'ni Allohning haqiqati bilan tonishqa boshlab, uningga ilohiy sirlar ichiladi. Qur'onda Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Mufassir Qurtubi bu oyatning tafsirini mundaq izohlaydi. Bu oyatda Allohga qarata taqvo bo'lganlarga Allohning o'zining bevosita ilm o'rgatadiganligi haqida va'dasi bor. Ya'ni taqvo egisi bo'lgan qulning qalbiga Alloh taolo o'zi bilan haqiqatlarni idrok qiladigan va haq bilan botilni ayiradigan bir nur baxsh etadi. Hadis sharif bu ma'noni kuchlantirib, o'rgangani bilan amal qilgan kishi uchun Alloh taolo bilmaganlarni o'rgatadi deyilgan. Ikkinchi, inson aldirong'udir. Alloh taolo inson psixologiyasini mundaq bayon qiladi. Inson aldirong'u yaratilgan. İnsan o'zga va bola chaqalarga xayrlik duo qilganidek, ochiq kelganda badduo qiladi. İnson aldirong'udir. İnson yaxshini xohlaganidek yomonlikni xohlaydi va uningga chaqiradi. Buning sababi insonning intayin aldirong'uligidan bo'lib, sabr toqat qilishga bardoshlik berolmaganligi uchun keyin bo'ladigan narsaning zamoni kelishdan burun bo'lishni xohlaydi. Bu ahvol ko'pincha vaqtlarda o'ylamagan bir natija keltirib chiqaradi. Shunga majallida kim bir narsani zamonidan burun darhol bo'lishini xohlasa, mahrumiyat bilan jazolantirildi. Ya'ni bir narsaning vaqtidan burun maydonga kelishini aldiraqsonlik bilan tilagan kishi u narsadan mahrum bo'lish bilan jazoga duchor bo'lar deyilgan. İnsanning aldirong'ulik sifatining bir ko'rinishi uning oson yo'l bilan qo'lga keltirishni xohlashidir. Chunki u oxirat baxt saodatini bu dunyoda yashashni orzu qiladi. Bu sababdan insonlarning ko'pinchisi oxiratni qo'yib bu dunyoga mayl bo'ladi. U buyuk oxirat mukofotiga ko'ngil bo'lmaganidek, u dard alamlik qattiq azobga ko'ngil bermaydi. Aldirong'uligidan yaxshilik va yomonlikni bir-biridan ayira olmaganligi uchun oqibatini o'ylabmi qo'yolmaydi. Oyatda insonning bu aldinishi
mundaq bayon qilinadi. Ey mushriklar jamoasi, hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutasizlar, oxiratga ko'ngil bilmaysizlar. Inson ochchig'i kelgan, g'am qayg'uda qolgan va kuchliklar bilan uchrashganda qarshidagilarga o'ng'aylik bilan badduo qila oladi. Halbuki uningga o'xshash qiyinchilik va g'am qayg'uga qolgan ahvollarda sabr toqat bilan uningdan qutulishga tirishish kerak. Lekin aldirang'ulikdan iborat bu ojizlik bo'lganlikdan inson bu ahvolda umidsiz ruhiy holat qilib, uningga bardoshlik berilmaydi. Ba'zida "Ey Rabbim, jinimni elib bu qiyinchilikdan qutqaz" degandek so'zlar bilan badduo qilib soladi. Bundaq qilish to'g'ri emas. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom intayin o'ruqlab ketgan bir kasalni yo'qlab berib, Allohga bir narsa uchun duo qilyaptamding yoki uningdan bir narsa talab qilyaptamding deb so'radi. Kasal mundaq javob berdi. Ha, ey Rabbim, menga oxiratda berilgan jazoni bu dunyoda ber deb duo qilyapman dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Subhanalloh, sening buningga kuching yetmaydi. Mundaq duo qilsang bo'lmasmi? Rabbim bizga dunyodami yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin va jahannam azobidan saqla. Shuningdan keyin u odam bu duoni qildi va saqaydi. Payg'ambar alayhisalom boshqa bir hadisda mundaq deydi. Beshimga bir musibat keldi deb o'limni orzu qilmanglar. Agar deyishga majbur qolsanglar, ey Rabbim, mening uchun yashash xayrlik bo'lsa, meni yashat. Agar mening uchun o'lim xayrlik bo'lsa, mening jinimni ol desin. Shuning uchun mu'minlar badduo qilmasligi, sabr bilan yaxshilikni qo'lga keltirish uchun duo qilishi, foydali ishlarni qilishga tirishib, yaxshilikka chaqirish kerak. Bu oyat tavsiya qilgandek, Parvardigorimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqla deb duo qilish kerak. 3. Inson intayin shaxsiyatchidir. İnsanның bu sifatini bayon qilgan bu oyat mundaq deydi. İnsonlarga rahmatni tetitsaq, ular buningdan xushallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan biror ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Aslida Allohning ihson va marhamatiga xushal bo'lish man'iy qilingan bo'lmasdan, balki uningga buyurilgan. Faqat bu xushallikdan maqsad ne'mat bergan zotni tunib, hamd va sano aytib xushal bo'lishdir. Bu yerda ne'mat berganni unutib, faqatla ne'matga ishinib, haddidan oshgan va havoyi havasga agashgan kishilarning ahvoli bayon qilingan. Oyat mundaq deydi. Ko'ranglab ketma. Alloh haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi. Bundaq kishilar ibodat qilsa-mu, dunyo manfaati uchun qiladi. Lekin ne'matga ishonganligi uchun o'zining qilmishi tufaylidan ularga biror ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Allohning rahmatidan butunlay umidini uzadi. Chunki ularning taslimiyati azali va abadiy bo'lgan Allohga emas, balki fani narsalar uchundir. İnsanning manfaatparastligi oyatda mundaq tasvirlangan. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinida turadi. Bundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dinidan yenib oladi. U dunyo oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. Ba'zi insonlar nafsoniy orzusidan qutula olmaganligi uchun o'z xohishi bo'yicha chin ko'nglidan emas, balki bir maqsad va g'aflat bosgan shaklda ibodat qilib, dindor ko'rinadi. Bundaq kishilarda zikr eg'izida qilib, qalbiga yerlasholmaydi. Agar bu kishilar o'ziga bir yaxshilik kelsa, xushal bo'ladi. Bir kelishmaslik va umutsizlik kelsa, haqiqatdan yuz o'riydi. 4. İnsanlar Allohga qarata tuzkordir. İnson haqiqatan Parvardigorining ne'matlarini shaksiz inkor qilg'uchidir. İnson haqiqatan uningga, ya'ni Allohning ne'matini inkor qilganligiga albatta o'zi guvohdir.
İsra surasida bayon qilgan shu oyatlar g'ofil insonning bu ojizligini jonliq tasvirlab, bu xil kishilarning ruhiy holatining shart-sharoitiga qarata qandoq o'zgardiganligini mundoq bayon qiladi. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda, esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar emas, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilolmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutuldirib, aman esan quruqlikqa chiqarganida yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnson kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allohning sizlarni dengizga qaytirib, dengizdagi chig'inglarda qora bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliklaringlar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch elib beradigan hech ahdi topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar? Boshqa bir oyatda mundoq deydi: Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. Parvardigori insonni sinab rizqni tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Rabbimiz bandalarni sabr toqatiga qarata mukofotlash uchun har vaqt imtihon qiladi. Bu jarayonda rizqi kamaytilgan qiyinchiliklarga duch kelgan insonlar buning ilohiy hisobda o'ng'ayliq, oxiratda buyuk ajr bo'ldiganligi, buning uchun ilohiy ihson ishkanligini o'ylamay, Rabbim meni xor qildi deb ko'ngli yerim bo'lib, Rabbining o'ziga bergan ne'matini o'ylamaydigan holga keladi. Rizq oz bo'lsa-mo, yana shukr qilishning lozimligi va ozning qimmatini bilmaganning ko'pning qimmatini bilmaydiganligini idrok qilolmaydi. Rabbining bularning vositasi bilan ularni sinaganligini aqli keltirolmaydi. Halbuki Alloh taolo har bir jon o'limning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtilo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar, amalinglarga yarasha jazolaymiz. İnson bu ahvolning tegiga o'ylab yetolmaydigan bo'lsa, bu salbiy tuyg'ulari natijasida uni kufrga qadar so'rab, Rabbiga qarshi dushman holga keltirishi mumkin. Chunki uning nazariyasi fazilatga emas, o'tkinchi dunyoning savdolariga yuzlangan. Qur'on bundoq deydi: O insonni obi ma'nidan yaratdi. Nagahan o Allohga oshkor husumat qilg'uchidir. 5. İnson ochko'z va pixsiqdir. İnsonning jannatdan chiqarilishida sabab bo'lgan va tanqidlangan illatlar tarbiyalanmaganligida dunyo oxirat hayoti xim xatar ahvolida qoladi. Rabbimiz buningga o'xshash sifatlarning mu'minlarda bo'lishini xohlamaydi. Alloh taolo bu haqda bandalarni ogohlantirib mundoq deydi: Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan ha deb yeysizlar. Molni herislik bilan do'st tutasizlar. İnson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Onunga yo'qsullik yoki kasallik yoki qo'rqinchoqlikdek biror ko'ngilsizlik yetgan chog'da zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chog'da bexillik qilg'uchidir. İnson pul molga intayin herisdir. Oyatda dunyo meli uchun xayr ta'birini qo'llanishning sababi inson tabiatining uninga mayl bo'lishi. Ko'pincha insonning dunyo manfaati tufayli uni mutlaq xayr deb gumon qilishi bo'lib, oyatda bu gumon ayblangan. Inson mol-mulkni mutlaq xayr sanab, yaxshi ko'rganligi uchun pixsiqdir. Pixsiq Alloh yo'lida melining haqqini berish, yaxshilikqa ishiltish, umumning manfaatiga xizmat qilishdan qechib qizg'anadi. Uni qo'lga keltirish haqida qattiq herisman bo'lib, navbat u molning shukrini ado qilishga kelganda ojizligini ilgari surib, tuzkorlik qilgan holda xajlashdan qochadi.
Qalam surasida Allohning bergan ne'matlarga tuzkorlik qilib, shukrni o'rinlamagan bog' egalari duchor bo'lgan ichinishliq oqibat ochiq sahnalar holatida bayon qilinadi. Bu nachar sifatlarni to'shiganlar uchun Alloh taolo mundaq deydi: kishilarni ayubligichi suxanchiga voy. U mol to'pladi va uni yaxshilik yo'llariga sarf qilmay saqlash uchun sanadi. U meli o'zini dunyoda mangu qoldirudi deb o'ylaydi. Hargiz undaq emas. U cho'qim o'tamaga tashlanadi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. İnson bexil keladi degin. 6. İnson qizg'anchoq va hasadxo'rdir. İnsonda tanqidlangan xatarlik illatlardan biri qizg'anchoqlik va hasadxo'rlikdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: insonlarning tabiatiga bexillik singib ketgan yoki ular Alloh o'z fazilatidan kishilarga bergan narsiga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Payg'ambar alayhisalom hasaddan ogohlantirilib, uning ziynini mundaq bayon qiladi: hasad qilishdan hazar qilinglar. Chunki hasad o'tonni ko'ydirib tugatganidek yaxshiliklarni tugutadi. Alloh taolo bu illatlardan qutulish uchun sadiqa va saxiylikqa ahamiyat berishning muhimligini bildirib, mundaq deydi: o'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. 7. İnson ojiz yaratilgan. Alloh taolo boshqa jonliqlarni tug'ilgandan keyin qisqa vaqtda o'rindan turib, o'z kuchiga tayanib yashay oladigan qobiliyatni yaratgan. Ammo insonni uzun bir zaman boshqalarning holidan xabar elib, qo'g'dashga muhtoj va kuchsiz yaratgan. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga qayirlikni yetkizdi. İnson kuchlik bo'lgan yoshlik chog'larga oldinib, Allohga isyon qilmasligi kerak. Chunki kuch-quvvatning orqasidan haqiqatan ojizlik, qayirlik, muhtojlik vaqti keladi. Qayirlikda qilgan pushaymonlik qo'ldan berib qo'ygan pushaymonlarni asliga qaytara olmaydi va ruhning hasrat nadomatini pasaytalmaydi. İnsonning bu ichinishlik ahvoli oyatda mundaq bayon qilinadi: biz umrni uzun qilgan odamning tenini ojizlashtirib o'tamiz. Ya'ni yoshlik, qayrg'anlik vaqtidagidan ojizlaydi, qayriydi. Ular buni tushunmaydi. Fiziologik ahvoli bilan nurg'un ojizlikka ega bo'lgan inson aslida psixologik jihatdan texmi ojizdir. Bu ikki tarafga ishorat qilingan oyatda inson nafs xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yaratildi. Alloh taolo insonning iroda, asti saqlash qobiliyati va qarorligi jihatdagi ojizligini Odam alayhisalomning shaxsiyatida mundaq bayon qiladi: biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemasligini tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. Haqiqatan inson kalimasi ikki ayrim manbadan keladi. Birinchisi unutish ma'nosidagi nisyondir. Oyatda ifodalangandek, Odam alayhisalom Alloh bilan qilgan ahdini unutgan. Ikkinchi unsiyatdir. İnson har yerga darhol ko'nalaydi. Ulpat ichida tezlik bilan moslashib ketalaydi. Qur'onning ko'p qism yerlarida inson ojizligi haqida to'xtalgan. Shunga insonda kibrlanib o'zini cho'ng tutqanidek hech bir narsa yo'q. Uning ustiga Alloh taolo insonni yiqimliq, yaxshi ko'rilgan peshonasiga tar yoki ko'z yeshidan emas, balki qimmatsiz etilib chiqqan keraksiz bir suvdan yaratgan. Bu sababdan onunga yarışadigan yaratquchisining cheksiz kuch qudrati oldida ojizlik va hech bir narsa emasligini idrok qilishidir. Shunga inson bu haqda mundaq ogohlantirilgan: sen ziminda mag'rurona yurmagin. Haqovorligingdan oyog'ing bilan yerni teshvitalaysan. Har qancha gidoygining bilan egizlikda tog'larga tanglisholmaysan. İnsonda shaxsiyatchilik mayli tabiiydir.
bu jihatdan nafsoniy mayllarga, ya'ni dunyo manfaatlariga yoki Rabbiga qulluq qiladi. Rabbiga loyiq qul bo'lish uchun nafs to'sqinligini yengish kerak. Buning uchun Alastu Bazmi diki Al-Misaqdiki ha, sen bizning Rabbimiz degan ahdiga vafo qilish kerak. Ruh Rabbi bilan bu ahdini tuzgan chig'ida har narsa ochiq edi. Farishtalarni ko'rgan, azamati ilohiyani o'ng'aylik bilan tomosha qilgan. Lekin va'da bergan bu ruh hadis sharifda aytilishicha ona qo'rsqiga 120 kunda berilganida 5 tuyg'u organning ta'siriga aylanib, nafs to'sqinligi bilan uchrashgan. Yumshoq va go'zalligidan qo'pollik va qilin holga bo'rinib pardalangan. Uningga bu bulg'unishdan qutulishning yo'llari ko'rsatilgan. İnsan bu 5 tuyg'u a'zosini Alloh bergan qobiliyat va orzu qilgan to'g'ri yo'lda qo'llanish bilan nafs to'sqinligini yengalaydi. 5 a'zoning to'g'ri yo'lga kirishi faqat pok qalb va sop nafs bilan mumkin. Buning natijasida bulg'unishlar aziyib, nazokat bo'lgan go'zallik oshidi va qalb haqiqatni qabul qiladigan holatga keladi. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar. Oyatda bayon qilingan ruh amr olimidan kelgan ruhiy sultoni bo'lib, fani bo'lgan badanning ichiga kirgan. Mavlana Jaloliddin Rumi ruhiy sultonning badanning ichida yo'qib ketishi va uningga hokim bo'lish uchun shu misolni bergan. Doğab ichida yog' ko'rilmaganiga o'xshash, badandagi ruhmo uningga o'xshashdir. Yog'ning o'ttirg'i chiqishi uchun doğabning so'qilishi kerak. Buningga o'xshash sultoni ruhningmo badanni kontrol ostiga ilish uchun kurash qilishi, bir qism qiyinchilik va jafo mushaqqatlarga bardoshlik berishi shart. Qalbning bulg'unib ketishidan, ya'ni bu fani dunyoning lazzatlaridan qutulib nazokatga erishishi, ilohiy tuyg'ular bilan to'lib toshgan bo'lishi kerak. Aksicha bo'lganida ma'rifatullohga yetish mumkin emas. Alloh taolo mundaq deydi: kufrdan va gunohdan pok bo'lgan odam maqsadiga yetdi. U Parvardigorining nomini yod etdi. Ondan namoz o'qidi. Quyosh va uning nuri bilan qasamki, quyoshga agashgan chog'dagi oy bilan qasamki, quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chog'dagi kecha bilan qasamki, osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, zimin bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhni pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri va pisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Dinning g'oyasi Alloh taologa loyiqida ibodat qiladigan go'zal, nozuk, sezgur bilimlik inson yetishtirishdir. Bu kamolat faqat tafakkur e'tibori bilan buyuk martabaga erishganlarda maydonga keladi. Shunlashqa Alloh taolo komil iymon egalarini mundaq tasvirlaydi: faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoringlarga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Ular shundoq kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qiladi, namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga beradi. Qalb muhabbatulloh bilan to'lg'inida har amalning umumiy va oxirgi g'oyasi Alloh rizosiga erishish bo'ladi. Inson o'zining yaratilish hikmatiga, koinot va Qur'onning haqiqatiga qarab minishga boshlaydi. Bu astoydillik va inchiklikni qabul qila olmagan kesal qalbli qullarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Allohning zikrini tark etganligidan dillari qetib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdir. Oyatda
Zikrdan yiroqlashgan bir insonning insonlik qadr-qimmati va shon-sharafini muhofazat qilolmaganligi, ya'ni ahsani taqvim holatiga kelolmaganligini bayon qiladi. Nafs butun dunyo lazzatlarini o'ziga yig'ishga tirishadi. Faqat nafs tazkiyasi, nafsni tozalash natijasida bularni qalbdan chiqarish mumkin. Bu ma'naviy tarbiya bo'lmagan ahvolda kishi nafsining asiri bo'lib qoladi. Bu haqda Qur'on mundaq deydi. Aytib baqsangchu, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga agishishdan buni saqlash uchun hami bo'la olabsan. Oyatda vahiyga emas, o'zining havoyi havaslarga agashganlarning havoyi havaslarga cho'qinishdan iborat ig'ir ta'bir bilan sifatlangan. Qur'on Karimda Havvo kalimasi ilmning, ya'ni Allohdan kelgan bilimning ziddini ifodalaydi. Bu haqda Qur'on mundaq deydi. Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafs xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Qur'on Karim Havvoyi havasga agishishni ozg'unlikning asosiy sabablaridan biri deb zikr qiladi. Diniy masalalarda Havvoyi havaslarga, ya'ni nafsi orzularga agashganlarning to'g'ri yo'ldan chatnab, Alloh yo'lidan yiroqlashadiganligi haqiqatdir. Nafsning loyiqida poklanishi uchun suhbat, riyozat, oz yeb, oz uxlab, nafsni ko'ndirish va zikrga o'xshash ma'naviy tarbiya metodlariga ehtiyoji bor. Iymon javharining markazi qalb bo'lganidek, zikr javharining markazimi qalbdir. Zikr tildan qalbga tushganda haqiqiy qulluq boshlab, nafs to'sqinligini eshish yo'liga kelgan bo'ladi. Zikrni davomlashtirish natijasida zikrning haqiqati, zikr qilguvchining butun ahvolga hokim bo'ladi. Qalbda Alloh taolodan boshqa hech bir narsa qolmaydi. Qul Rabbi bilan birga bo'lib, ihson tuyg'usiga erishib, ibodatini Rabbini ko'rayotgandek davomlashtirdi.